Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi obyektimizga mahsulot olgani akamiz Sarvar akamiz. O'zingiz aka, yaxshimisiz? Ecomax firmasiga kelganmiz. Akamizdan Milano mahsuloti olish uchun keldik. Akamizdan ikki og'zim shu mahsulot haqida fikr so'raymiz. Aka, fikringiz qanaqa bu mahsulot? Otabek, xudo xolasa bu o'zimizning Ecomax firmamizdan 2026-yilda yangi chiqib turgan mahsulotimiz. Nomi Milano. Chiroyli gigant uchastkalarga, xudo xolasa sementovoy tiyagalarga, ishlash jarayonlari ko'p joylarga, plastik ko'p joylarga chiroyli chiqadigan mahsulot. Aka, buni sifat haqida nima deysiz? Sifati, baquvvatligi qanaqa? Kачестволari travertindan ancha ham baquvvat. Buni laklash shart emas. Bitgandan holati sepiladi, bu to'xtaydi shu bilan. Oxirgisi. Hurmatli kuzatuvchilar, Ecomax firmasiga kelganmiz. Mana o'zingiz ko'rib, sifatiga bitta baho berishingiz mumkin. Juda ham holati idealli chiqib turgan 2026-yilda juda ham trendga chiqqan, fasad uchun yangi chiqqan mahsulot. Akamiz Ecomax firmasidan Milano mahsulotini juda ham idealli holatda qilib chiqarishyapti. Ko'p ustalarimiz shu mahsulotdan foydalanyapti. Shunaqangi fasad xizmatlarimiz bo'yicha o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab mavjud. Ishlaringizni kelishilgan holatda tez va sifatli qilib taqdim beramiz.